Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? 30 gektarlik bog'imizda mana bugungi ko'rinish. Baqlajon, bolgarskiy, karam, qizilcha, yana nimadirlar ekibdi mana onam, Nodiraxon opa. Nima qizig'i, mana qilib hozir yayib qo'ydim, hozir oplashashadi buni. Quyoshda turibdi, soat ishib tursin deb. Bu mana buni beshik, andijonliklar endi beshik deydi hamma joyda ham. O'zini shevasi bor, ha beshik desa kerak ko'p joyda ham. 70 nechinchi yilgi beshik ekanda xullas. 80 nechinchi yildan beri xizmat faoliyatida. Hozir ham mana meni o'zimni qizim 2025-yilda tug'ilgan mana shu beshikda foydalanyapti mana. Nimaga? O'zi katta beshigi bor. Asosiy beshigi hozir bu beshik, hali основной beshik deb yengil mana. O'ta yengil. Bemalol kichkina bolani o'zi ham ko'tarsa bo'ladi. Hozir buni yechib qo'ydik qaytadan. Rekonstruksiya qilamiz betlarini, nimadirlarini. Mana shu beshik mana. 70-nechinchi yildan beri o'z faoliyatini olib borayotgan beshik mana. Mana shu betlari yangilangan, to'shaklari yangilangan xolos. Qaranglar. O'zi beshikda materiali boshqacha material bo'lar ekan-ku. Bilganlar yozib ketasizlar, qanaqa materialdan beshik bu qilinishini. Hozirgi beshiklar endi katta, bagati bo'lyapti. Hamma yo'g'i. Mana. Tomorqamizga keladigan bo'lsak, bodom meva qildi ancha, shira tushib shiraga dorilar sotishimiz kerak. Bu noylar uji katta bo'lib, gullab mana bu yoqda. Bir-birini to'sdi, gulini baklari kattalashib to'sdi. Mini rozalar ham ochilib, yopilib mana shaftolimizdan bittami ikkita meva qilibdi. Bu o'rik cho'ta qilmadi. Uni ham kommentariyaga yozib ketasizlar bilganlar, nimaga qilmadi? Bir yil o'tgan yili bir 12 tacha qiluvdi, cho'ta bir yil qilmadi. Mana bu yerda pomidor, bolgarskiy, baqlajon qilib qator ekdik. Aytgancha mana bunaqasiga agat oldik. Agar deb beradi, yana o'zingizlarni shevilarda qanaqa aytilishini mana yozib ketasizlar kommentariyada. Bunaqasiga oldik. Oxirgi 3 taga, 4 taga bunaqasiga tushdi. Hozir bu yoqdan ko'rsataman. Gullar ham chiroyli ochildi. Gerani ochilibdi mana chiroyli bo'lib. O, manaqa chaqimchi deb beramiz. Bunisi ham ochilibdi mana. Bu yoqda mana Bahodirjon akaning kaptallari bor. Qimmatbaho kaptallari, bolalari ochib chiqqan, xudo xolasa. Mana. Bunaqasiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta agat. Bunaqasiga 4 ta agat, 5 ta agat oxirgisi bilan. Nari yoqqa mana karam, ko'katlar ekildi. Mana Nodiraxon opani birinchi nevarasi bo'ladi mana. Ismi Bibisora, cho'ntaglik. Jichcha shustri qizda bu qiz, Bibisora. Mana. Bibisora atingiz nima edi? Ana shunaqa jim turib oladi. Uyga tattarasa, o'nga tush, lekin chiroyli o'nga tushadi. Zo'r she'r aytadi. She'r aytib berasanmi? YouTube'ga qo'yamiz, Haligini aytib ber. Men Anorxonmidi, qani edi? Meni dedilar Anorxon. Shashilmasa sekin ayt, menga qara, to'g'ri turib. Qani? Ha. To'xta boshidan. Ha, 1 2 3. Bo'ldi. Meni dedilar Anorxonni. Ana, bo'ldi, zo'rda mana. O'zi bu qizning eski videolari ham bor. Kanalda ko'rsanglar bo'ladi. Bu qiz mana endi mana mashetlarda pomidorlar pishganda yeyimizda endi, Bibisora. Badrinlar yeganmizdan o'tgan yili. Senlar ham ekishdingmi uylaringga? Kartoshka ekdinglar aslar? Anjir ham ekdinglarmi? Bibisora maktabga boradi. Maktabgamidi? Bog'chaga. Buni ayasi Banisada ishlaydi, ha? Ayog'i nima ish qiladi Banisada? Ukol qiladi. Kimga ukol qiladi? Ayalarga. Ayalarga ukol qiladi. Jijilarga ham qiladimi? Yo'q, jijilar yo'q.
Jijilarga qilmaydimi? Yo'q. Burardi bibi Sog'rani. Saida degan ukang bormi? Uka olib kelasizlar a? Endi. Ana. Ismini nima qo'yasizlar? Muhammad Ayub. Muhammad Ayub qo'yasizlarmi? Sayidadan qo'ydim, Sayidan tetizlarga Muhammad Ayub olamiz dedi. Ha? Nechta opang bor? Men yana opam, Imon opam, Ochaq opam, Muhammad ukam, Hadicha ukam. Ana. Bibi Shukronachi? Yana yo'q. Mayda Hadicha bor. Bu yerda Muhammad bor. Ha, Shukrona bizning uyda bor a? Ha, sen o'zlaringning uyingda bor a? Ha. Bu Nodiraxon opani qizini nevarasi. Qizi. Bo'pti, xayr qilib qo'y endi kameraga. Xayr. Ana. Bu qizni eski videolari ham bor. Behi gulladi mana. O'rtoqlar. Chiroyli bo'lib mana. Nokam meva qildi. Gilosimiz mana bearmon qildi gilos. Olmalar ham cho'ta bu yil kam. Adashmasam endi ko'ramiz qani mevasini. Gulladi mana. Hamma yo'q joyida gulini. Yana nimalar eksik bo'ladi? Shularni kommentariyaga yozib ketasizlar, yaxshilar. Aytib deb o'zingizlar fikringlarni yozsanglar, shu fikrlarni inobatga olib bir qarab ko'ramizda. Bemalol, mana bu yerda yana qimmat gullaridan biri. Onami. Bu gilos Ravshan aka bergan. Qo'qon gilosda ham eng kattasi deb qo'yadi haligi. Biz tilda anjorliklar Qo'qon gilos deymizda, katta gilosni. Aytmoqchi. Mana. Siren ozgina ochildi, keyin yana to'xtab qoldi. Bu faqat tepasida bo'lar ekan. Mana bunaqa. Ozgina to'xtalishlar bo'ldi. Bilyapsizlar, ko'p videolarimizda hammasini montaj qilmasdan premyer olyapmiz, даже uzmasdan olyapmiz, pauza qilmasdan. Shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Montaj qilmayapmiz, boshqa bo'lmayapti, hammasi tabiiy chiqyapti. Gotlarni ham chiroyli qildik. Bu ham mana meva qildi. Bu gilos ham bu yil meva qildi, xudo xolasa, mana kichkina giloschamiz. Jiyda, ammo kichkina achchiq gilos ham bearmon meva qildi bu yil. Behimiz mana, behi ham o'tgan yil yaxshi qildi, juda bu yil ham yaxshi ko'z tegmasin. Ha, o'tgan safar oldingi videolarda aytgandek, momo qaymoq ruschasiga nazar kommentlar yozdinglar, yaxshi ali advanchik deydi. Endi buni nima deydi mana bunisini? Mana buni nima deydi ruschasiga? Qarang, asalarilarcha mehnatkash bo'ladi. Shu yerda ham mana bitta ari ketdi mana. Buni nima deyilishini ruschasiga yozib ketasizlar. Originalini faqat. Haqiqiy nomini yozib ketasizlar. Yo'q, qo'shni mana qurilishlar boshlagan. Yerda mana adashmasam Umarjon aka qurilishni boshlab davom ettiryapti kamera. Yaxshi qo'shni. Biz mahalla mana. Rahmat, sog' bo'linglar, kelaverasizlar. Mo'jazgina xonadon, eng mahallada namunali xonadonlardan biri. Xudo xolasa hamma yo'q joy-joyida. Davlat standartlariga javob beradigan xonadon mana shu. Unga ham izohlar kommentariyada yozib ketasizlar, shu gaplarimga.